电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视文艺节目《帕里迪欧丝绸之路之声》栏目，我是主持人李嘉德。Salam ekran aldidagi er millat ko'rman do'stlar. Kang to'ri ahli, shundaqla naq maydondagi yetakchi ustozlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Şinjan Bug'ra madaniyat taqitish sherikti birlashib uyushtirgan Şinjan Pavideo sodichaklik sherikti tajdorligidagi cho'ng tipdagi televiziya universal san'at programmasi 5-qarar Pavideo Ipak Yo'li sadosi programmasi. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. 我看到爸爸妈妈就这么走远，留下我在这梦想的人世间。我愿为他建造一个美丽的花园。我想要紧紧抓住他的手，妈妈告诉我，希望还会有看到太阳出来，他们笑了。天亮了。 Axırda sizning tanlamoqchi bo'lgan muallimingiz Aygul G'ulom muallim. Qizg'in qarshi olma. Naqshingiz ham ovozingiz hammalarni ta'sirlantirdi. Parang jarayonida ta'sirli damlarda ko'zlarimizdan yosh aygigan bo'lsa-mu, yanada sizning tanlashingizdan rozi bo'ldik. Ham mamnun bo'ldik. Yashin gruppasidagi qadamlaringizning yiroqlarga yetishini umid qilamiz. Gulmira Tianliangla degan naqshini inchki nuqtalari bilan, astoydilligi bilan, har bir hissiyotning inchki halqalari bilan bizga shunchalik yaxshi o'rinlab berdi. Men Gulmiraning ovozini shunchalik yaxshi ko'rdim. Gulmirani Yashin gruppasi qarshi oldi. Endi bu naqshini ko'rgandan keyin ko'rman do'stlarimiz balkim meni ajab bir yig'longa adashgan bu deb qolgan bo'lishi mumkin. Lekin hech qisi yo'q. Endi shu Gulmira degan mahirimiz sahnaga chiqib, shu mahirimizning mening shu umrlik kasbim bo'lgan muzika kasbiga mening qo'limdan tutib akrab, menga ilm bergan shu ustozimning navrisi ekanligini bilgandan keyin men shu kallamdan nurg'un, shu bola vaqtimdagi nurg'un asmlar kechdi. Bu yerda hamda ba'zi tafsilotlarni deyishning hojati yo'q. Bu hisobda bir shu bir mehribon oq ko'ngil buvoy bilan 11 yoshlik bir bolaning hikoyasi. Asli sahnada Gulmiraning meni tanlab, ustozimning shu yaxshiligiga bir javob qaytarish fursati, kichikgina bo'lsin bir javob qaytarish fursati berishini bek umid qilgandim. Lekin afsus Gulmira meni tanlamay qoldi. Men shunda o'ylayman, endi Gulmiraning aytgan naqshidimi buning nech avlod bir yaxshi san'atkor oilasida üst cho'ng bo'lganlik chiqib turibdi. Shu Gulmiraning shu amaliy kuchi bilanmi keyingi bosqichlarda shu programmamizni davomli rangdor qildiganligiga ishonaman. Ham bundan keyingi san'at ishlarida agar qo'limda kelgidek har qanday ish bo'lsa, men qo'lim ko'ksimda. Keskin tanlashlardan keyin ustozlar o'z gruppasiga bir-biridan qobil mahirlarni tanlab oldi. Endi bu sonimizda kimlar qaysi ustozning gruppasiga tanlanib kiralaydi? Yana qaysi mahirlarning qanday go'zal kuylariga ko'r bo'lamiz? Diqqatinglar, Pavideo Ipak Yo'li sadosi programmasida bo'lsin. Qaynoq hissiyot, o'tliq nafaslar mujassamlangan Pavideo Ipak Yo'li sadosi programmasi davomlashyapti. Bir-biridan qobil mahirlarning naqshlariga jo'r bo'lib keldik. Biz har qaysi ustozlarning gruppasiga tanlangan sarxillarni eslab o'taylik. 有个怀抱暖的小山川。Başakma sağla olsun ağlalay sen nesile Üzüldü mü tek yaş bekkerek Yüzünü özgerterler Kişi bana kim bunu başlarını kim bilir Bunu da etkilerim taşlarını kim bilir kerek Kim izlendirek kim bir yapmadan kimler var Korktunmaydı her kitle Gök durmuş terlipi 愿只愿人在风中让我们难坚守这一生一世老太妈呀 seni
özledim. Ümitlik bekip durdu. Ay que vida tan oscura, sin tu amor no. Jinimdeymiş seni Yıllarını geçirip baştan Mengü Leylo, 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 Leylo 我们都是和田人嘛。谢谢麦布兰老师，谢谢。你大概的知道了4位导师都需要你，对吧？对。4位导师都需要你的选择。麦布兰老师。好，好，来。Mana bular Yangi Nur gruppasining har millat o't yurak navokashlari. Yana qaysi o't yurak naqsh shaydolarining maharatidan zoq olamiz? Diqqatinglar, Video Yipak yo'li sadosi programmamizning davomida bo'lsin. Yipak yo'li sadosi. Adaş tirana jep yo'qshib qopti. Adaş men jo'p Radioning bir yurish kirim buyumlarini ishlatdim. Oshda yaxshimika? Bek bezikka. Adaş men birini akeldirib beray, men ishlatib boqay. Ma'qul, sen bir yurish sovuq qilaychi. Bo'ldi adaş. Tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo savdo-chaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ekradagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo savdo-chaklik shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizda Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sartan, Alga, Chipassi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur Biopantexnika cheklik shirkati yaqindan yordam bergan. Olmalar pişay depto degan naqshanglaydi. 大家好，我是来自喀什的选手阿迪拉乌斯曼。Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men Adila Osman bo'laman. Mening bu sanaga kelishdagi maqsadim bo'lsa, shu maktabda to'shilishda o'rgangan kasbiy bilimlarimni joriy qildirib, o'zimni bir sinab qo'yish maqsadida keldim. Almalap şan
Ekrem, haqiqatim saqlamlasam yüzüm yaman julgandek elçip ketip bardı. Qanday qilsam bo'lar? Muşun şıltpaqı? Peridionun 100 yoş mazgı bemağı. Muşun da jüyse alam keyinde saqlanı evitse. Oşunda yaxşımken? Yaxşı mısın ben şıltamdan? Nasıl ekile? Tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo sodichaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. 他表达自己感情方面比较拘束，这个很紧张，他们这个歌词的气氛和这个自己的那种这个歌唱方式紧密的联系到一起，有一点脱节。Hürmetli ustazlar, yaxşımısınızlar? Ben Qashqardan kelgan Mayer Adila Osman bo'laman. Adila Osmanning ovozi so'z qilgan vaqtidagi ovoz bilan naqsh aytgan vaqtidagi ovozning o'rni o'xshamaydi-ku. Bumi bir xil texnik o'xshaydi. Adila, siz pek yaxshi aytdingiz menimcha. Gerçi qisqa bir naqshni tanlagan bo'lsangizmi? Biz huzurlandik. Ayshgul ma'lum o'rindiq aylandirdi, ko'rdingizmi? Ko'rdim. Qanday bo'ldi bu ish? Yaxshi aytolmay qoldim deb o'ylayman. Rahmat ma'lumga. Muşu naqshimi xeli zamanlar bo'lgan, so'rindan qilib qolaymikin deyotgan. Endi muşu naqshim mushu fursatdan foydalanib sizning og'zingiz orqali bo'lgan so'ringa chiqdi. Men shu yuzdan tabriklayman. Nurg'un sebepler bilen ben sizge öğrendim. Bunun için minnettar buluşumuz gerek. Siz bu Ayşegül Ma'lumga nemi deyseniz haq. Lekin bunu sizler turar joyga bağlandı deyişip elanglar. Keling kızım mübarek olsun. Hammamizga tunush xalq ahongini voyaga yetkazib, ustozlarning moyilligini qo'lga keltirish bu oddiy natija emas. Ayshigul ustoz yetakchiligidagi izlash gruppasining sarxillari qatoridan o'rin olganligingiz bilan sizni qizg'in tabriklaymiz. Adila Osmanninki icra qilgan naqsi biz kichigimizda anglab, cho'ng bo'lgan ovoz jihatdan va qobiliyat jihatdan va shu naqshlarni ijro qilishdagi o'ziniki ustunligi jihatdan meni o'ziga qoyil qildi. Ben bu Adila Osman'ның mening gruppamga kelganligini va izlash gruppasiga kelganligini qarshi olaman. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Pavideo sodichaklik shirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika shirkati izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mayirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan mayirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyurimiz bor. U bo'lsa 5. derecelik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Yengnur biofan texnika cheklik shirkati 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishmo hargiz oson emas. Shunlashqa mayirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Yo'qmidi degan naqshni anglab boqandik. 大家好，我是塔莱提亚森，来自乌鲁木齐。Yaxshimsizlar, mening ismim Talat Yasin. Tug'ilgan yurtim G'ulja, hozir Urumchida. O'quvchilarni tarbiyalash ishlari bilan shug'ullanaman. Oxirida bu programmaga qatnashishdagi maqsadim bo'lsa, o'zimdagi ortiqchiliklarni bir joriy qildirib, ustozlardan o'zaro fikr almashtirib, kamchiliklarimni to'liqlash.
uzun küttüm seni, bir kilerin yokmedi. Bek uzun küttüm seni, bir kilerin yokmedi. Köydürüm bunca meni, bir severin yokmedi. Köydürüp bunca meni, bir severin yokmedi. Ne ara tapkan yok bu köngül derdim ora. Ne aram tapkan yok bu köngül derdim ora. Özlesem ögey körüp öz körerim yokmedi. Özlesem ögey körüp öz körerim yokmedi. Bir keyik buldum nitay, menzilim tağim emez. Bir keyik buldum nitay, menzilim tağim emez. Mehribanım yaxşığa özgürerim yokmedi. Ey özgürerim yokmedi. Yol yirak, köngül yirak, dese elçin pütmegen. Yol yirak, köngül yirak, dese elçin pütmegen. Xat yazib hiç bulmasa söz birerin yokmedi. Xat yazib hiç bulmasa söz birerin yokmedi. Ağlamaz qaysi yürek şat yaşaşni ömrüde. Ağlamaz qaysi yürek şat yaşaşni ömrüde. Bağır xun buldum ecep, küldürerin yokmedi. Bağır xun buldum ecep, küldürerin yokmedi. İzleştin kino ko'ryapman.
Pezkinolar bormi? Pezkinolar deysan, biz chiqqan Parido İpek Yolu sadasimi shuni ichida bor? Atla deymanmishda, peznesi men tuyjan qilmamsa deyman. İzdesh deb izdigina. Bo'ldi, rahmat. Rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali mayirlarga omad tilaydi. 他这个唱得好，声音跟动作很协调，尤其是在这个发声，他的声音、他的感情、他的这个姿态，这个方面嘛表现出来了。 Ustozlar yaxshimisizlar? Mening ismim Talat Yasin. Bu sakni kelganligimdan shunchalik xursandman. Talat Yasin degan balam mush ekan. Tunuymiz Juma. Hey, bakkat shu qatda. Tushadingmi uka? Qara, 4 muallim qayagidu bir yerga ish qilib tegdi mushlargacha. Ash avjisiga kelganda bir oz qoynidingda. Balkim shu yerlar ko'proq ta'sir qilgan bo'lishi mumkin deb tushundim. Mening bilishimcha Talat Yasinning naqshi etib, mikrofon tutib, naqshi etib, cho'ng sahnaga chiqish birinchi qitim. Bu Talat Yasinni ham sizlarmi bilsizlar? Mening nazarimda bak yaxshi bir muzikant bola. Mushu akordeonni chaladigan bo'lsa, bulbul kelib akordeonning sepiga qo'nadi deysa, sepi yo'qligina uning. Shunda bir yaxshi o'rinlig'ichida, muzik o'rinlig'ichi. Bak cho'ng natija bo'ldi Talat. Bu shu milliy tus olgan saviyasi yuqori ammo naqshlarning asarlarining birisi. Bularni tekisib bak yaxshi yozilgan ekan. Butun kuchingizni bericha yaxshi aytishga tirishib, g'albilik aytib oxirlashtirdingiz. Mening gruppamga keling demoqchi. Abdulla akam degandek Talat enimninki akordeon muzikalarini anglaganman. Ammo naqshini anglab boqmabdi ekanman. Bugun mening o'rilishimda bu naqshini men intan yaxshi ko'raman. Buning muzikasini Abdulla akam ishlagan. Buni men demak istedim. Abdulla akamning bir menga qoldirgan ta'siri nima desa, turib bilan ishlab qo'ydi. Naytim menga bek arzib ketdi. Men bir necha yozgan naqshlarim bilan tegishib oladigan shu bir necha so'zga birni tegishib oladigan qilib yozdi Abdulla akam. Bu naqshimi naq ashundaq bir qalbdan nayt go'zal melodiyalar shundaq tekst bilan bayqi degan go'zal tekstlar bilan berikib taxmi bir yaxshi bir badiiylik hosil qilgan esil naqsh deb bilinadi. Bugun shu bu naqshini yana qaysi bir kimdir degan bir esatlar başı es tuyg'ular bilan avjidagi shu joyiga kelgan shu go'zal aytishlar birlashib o'rildim. Qarasam bu Talat enimkan. Men akordeon muzikasi haqiqatan bek boy degandek Abdulla akam bek yaxshi ta'rifladi. Bugun bu naqsh bilan men Talatligini faqatlik ko'z oldim keltirmabdimi. Nayt yaxshi bo'ldi. Mening gruppam kelishingizni qarshilayman. Biz aşı o'quvchilar odatda qo'ydigan talabimiz bir naqshchi cho'qim o'ziga bir muzikani hamroh qilgan degan umidimiz borchu. Muzikani o'ziga hamroh qilgan naqshchi bu hissiyoti mo'l, ovozlari to'g'ri, xili o'rniga tushgan naqshchi bo'la oladi-chu. Shuningga bunisi bizning naqshimizniki mush ovoz tusurimizmi ba'zi joylari mush muzikani do'rashni asos qilib qoladi ba'zi vaqtlarda. Hamda az-buz ilqindak baş tarafdagi turaqsizlik o bu sababliklar bo'ladi. Hamda jiddiyliksiz mush sahnaga moslashib bo'g'icha sal vaqt jarayon ketadi, lekin keyingi qismlari shunchaki yaxshi. Ash xamiyanlar mening ko'z oldimga rasmiy keldi. Rahmat sizga shunda chiroyli o'rnab berdingiz. Mening gruppamga kelishingizni qarshi olaman. Bu ham Aygulmanim dedi, muzikani o'ziga hamroh qilgan naqshchi deb. Meni Talat ham muzikani o'ziga hamroh qilgan naqshchi, hem naqshini o'ziga hamroh qilgan muzikant ekan bu. To'g'ri. Ondan ovoz tusi chiroyli, suzuk jo'b. Ondan puraqlarmi nayta joy-joyda. Shunda bo'lganda Talat, sen anda bo'lganda ekan. Demak sen imtihonning qiyin naqshi bilan bir imtihon berib o'tding. Mana men keyingi qadamlarda shunda maslahatim bor, bir akordeonni qo'lga elib, ancha-muncha bir başqa bir narsalarni o'ylab, yana shundaq bir chiroyli naqshlarni qilib bir qilib boqamdiq ya.
Qanday deysan? Mana shu bilib baqsa qanday bo'ladi? Ashunda holatlarni ko'raylik. Bak yaxshi bo'ldi. Mana hozir men paranglarda yana bir narsa o'tirg'a chiqdi qaranglar. Bu men davomli his qilgan narsa. Ba'zi naqshida ba'zi puroqlarni g'ajakdan, satadin, ba'zi tambirning bir puroqlaridan, hatto neyning. Shundoq. Mushunda egallayman men shaxsan ashtaqchi. Men masalan naqshi emas bir muzikani naqshi qilgan xalq qo'shoqlarini selib Onajon degan naqshini. Bu deganni g'ijakning, qushlarning, sataning puroqlari. Asli shularning muzika, asboblar urlaydigan muzik ekan ustoz yozgan vaqtida. Shuning bilan uning tekstini selib naqsh aytdim. Shu chaqda men asli bu muzika instrument ya sata ya qushlar bo'lg'achqa shu qushlarning puroqlarini o'rgangan. Ashyaning hammasi g'ijak qushlar satadi mijdigan yerlarda shunga o'xshash. Aygul ma'lum bilan Mavlon ma'lum nay to'g'ri dedi. Muzik chala olgan naqshchi odatdagi muzik chalamaydigan naqshlardan yana ustunroq turdi. Chunki ananda yana bir xil imkoniyat bor, boshqa bir alayidliklarni o'ziga singdira oladi. Hamda bizga bilatdi kasb jarayonida o'zining talantini keng jahonga, Şinjandagi har millat xalqiga namoyon qilish uchun bu sahnaga chiqdi. Men bundan keyin Mavlona fikri qo'shilma, agar qaysi ustozni tanlasak, biz o'zimizning alayidligini, ya'ni o'zimizga hamroh qilgan instrumentni, asbobni alayidlik qilaylik. Men keyingi sahnalarda sening shu akordeon bilan birga ko'rishni xohlayman. Shaxsan o'zimning talabim. Sen 10 sekund o'ylab ustozlardan birini tanlag'in. 4 ustozninki menga aylanganiga, o'rindiq aylanganiga shuncha xush bo'ldim, xursand bo'ldim. Mening oxirgi tanlashim Aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. Izlash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziga o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. Izlash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Acayip, pakiz duygu, pakiz sevgiga intizorman. Tabiat menga pakiz hissiyat ato qiladi. Suv bor joyda pakizlik bor. Tabiatdan kelgan yashin mineral suvi. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. Sarton algıç pastasını bilemsiz. Sarton pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elingan Tianshan soğuk su algısından işlengen patent huquqiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sarton algıç pastasını
Her biringlarga tavsiye qilman. Sartan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor sartan. Sartan soğuk su algıç pastisi. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik chekli shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ablatablekim ustoz. Mübarek olsun. Ustozlarning mayilligi dal bizning qoyilligimiz. Nadir ovoz egisini uchratganda ustozlarni o'z guruhisiga tanishadi albatta. Tashqin guruhisidagi sarxillar ichidan o'rin olganligingiz bilan sizni tabriklaymiz. Ablat ustozning ham sizdagi qobiliyatni chaqimtolishiga ishonamiz. Bu mahirimiz o'zini aytdi yaxshi bir muzikant. Naqshida bunday ortiqchilik alohidligi borligini biz mushu sahnada his qildik. Biz o'rlagandan keyin bu mahir ham bizningki guruhimizni tanlab tashqin guruhisiga qatildi. Bu mahirimizning keyingi bosqichlardagi qadamlarda yaxshi utuq natijalarning bo'lishiga tilakdoshman. Hey hey! Жүрегіңді берсең де бермесең де сен дегенде көңілдің ашығын ай түсінерсің жанымды ашығым ай саған деген сезімнің ұшқындары келе жатыр жанымда жасыра алмай неменеге жасқанамын жасқандырған кезімде ыстық маған еске аламын сен тудырған сезімдер неменеге жасқанамын жасқандырған кезімде ыстықман еске аламын сен тудырған сезімдер
大家好，电视机前的观众朋友们，你们好。还有4位导师，还有你呢，对对。 Bunun yaxşısında. Qanday yaxshimisizlar? Ustozlar. Жақсы. Rahmat. Rahmat. Bu birdamda cho'galdinglar-ku, bizda turmaydi. Senin ovozing bekli tunuşum şu. Birla anladım. Oy xasken ken qobulu dedim. Biz senin ovozingni yodib tursa. Birdamda xasligi borda. Ovozni sal o'zgartirmikansiz, kammitsa. Bu tepishmoq oson bo'ldi. Xas keldi dedik-ku. Rahmat adaş. Men anglasam shu Yebak yo'l sadasini 5-qitim almoqchi deganiki men o'zim bunda bu o'ylamda bizmi tenlar jishimiz sizlar bilasizlar kumush kumayni. Biz mana shuni elayotgan hozir. Shu bilan mushu ustozlarga bir tabriklab qo'yaychi. Bizning tenlar jishini atidan kep sizlarga bir naqshadan birini etib berib. Ajoyib. Andan mushu Yebak yo'l sadasining 5-qismini bir qatam bir qo'li bir tabriklab andan bir salom qilib kelay deb kelgan. Allohga Öz növbətdə bizmi senin işlərinə, naqşçılıq həyatına, icadiyinə təxim yüksəklik diləyimiz. Rəhmət, rəhmət. Qatlı bolsun işlər, qutlu bolsun. Rəhmət. Hasken biz yaxshi ko'radigan naqshchi. Sahnaga chiqib olsa, ingdan xo'p, shunda ot yurak harakatlar, naqshlar shunday jo'shqin. Esilişi birla anlaplar Haskin dostumuz ken qabula dedim. Biz hem de muşu İpek Yolu Sadası programımızdaki bütün programının əhlidin, qatnaşqıçılar namıdın Kümüş Kümeyge salamımızı yollayımız. Rahmet. Şehirдeki dostlarga, hemmisiga, okuqçılardan da ustazlargacha muşu ustazlarning hemmisinin salamını itip koygun dostum. Rahmet. Məmi sizlarning salamını yetkizimi. Məmi sizlarning muşu programı jik görme. Көріп тұрмы қандай yaxshi naqshchilar chiqamdiki. Hem de bizim canbey bo'lgandan keyin bizning inimizlar, singillarimiz, indilarimiz nurg'un bolalar bizni biz naqshlarimizni etib, anglab cho'ng bo'lganlar-chu, hozir ashunami cho'ng shunda bir yaxshi naqshchi bo'ldi. Ashunanga men anglab turyapman, shunda yaxshi esil naqshchilar chiqyapti. Sizlarning kuchlaring shunda esil, ovozlarim ham da sizlarga o'qib kep sizlarga shu o'quvchi bo'lib kelgan bolalar bo'lsa-mi bularni bir tali deb o'ylayman-chu. Shunday. Hamda qanday bo'lsin tajriba borda. To'g'ri. Qag'ini bo'lmasa tajriba bizda bo'ldi. Hozirgi nurg'un bolalar sahnaga chiqib naqsh etib, "Aba, men angladim." Ovozi bilan jiqsi men sahnaga chiqqan vaqtida o'zining qanday naqshiga shig'i, chanshimi uchun jiqqadam uqmaydi ekan. Bizning mana shunday bolalar shunday jiq bo'ldi-chu. Ovozi ba'zining ovozi shunday rock keldi. Ba'zining ovozi milliychi naqshi keldi, ba'zining ovozi boshqacha. Ashanaga men kelganda bir foydasi eng yaxshi yeri yaxshi ustoz topidi o'ziga. Andan yaxshi qanday naqshini etqilib bo'ladi, qanday naqshini etqilib bo'lmaydi. Masalan, men Aygul ukamning naqshini men shuni etadigan bo'lsam Tugashtinda vaqtda. Ömür boyu tugashtinda. Ben sizlarga men shuni aytqizmayman. Ashunga o'ylayman men o'zim. Shu kelgan bolaning hammasiga yaxshilik qutuq tilayman. Hammasi shunda bir yaxshi ustozni topsa, yaxshi naqsh o'rgansa, keyin bizning aqimizda mush bolalarimiz saqin mush yerda o'ltiradigan bo'ldi. Keyin biz qayrib soqol mey kelganda bir qarab o'tirmaslar. To'g'ri. Mamo ancha-muncha unda qayrig'im yo'q. Shunda turib beringlar. Salomat bo'lsin. Eslakam. Davomliq birga o'yin qo'yamiz, o'yin qo'yish jarayonida shunchaki rohat qasqinkan bilan birga o'yin qo'yish. Shuni hammasi men kelganda yat emas, amallar tanishimiz. Anda Şinjan'ın əmiz tonuydu, Cungo'duk əmiz tonuydu. Aşınınğa, senin avazını Məhməsin deyənşdi köyge. Şunda esil avazlarını şunda yaxşı görmesizler. Əmmanla, bizдің Şinjan'ın dağınlıq ustaz, naqşçı, muzikant, kompozitor, aşınınğa sizlərə yaxşılıq diləyim. Әрқашанда saq salamat bolunlar. Esil oquşça tərbiyəlеп çıxsanlar, bu sizlər üçün çoğun işləri oylayım. Ekradagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va sabqni asos qilib ishlangan ko'zur mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pay Video Savdo Cheklanish shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandak taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qilgan.
Rayonimiz təvəsində təbii içimlik işləp çıxırı sahasındakı qo'lluq korxona Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik Çəklik Şirketi programımız bilan strategiyalik hamkorlashdi. Bu programımızda Beyjan Taşqın Xalqara Pay Kontrol Guruhi, Taşqın Yürüşlük Sağlamlıq Məhsulotları və Tartuq Yürüşlük Kolaları alaydı qolladı. Bu programımızga Sertan Algaç Passı qatarlıq patentlik ali məhsulotları bilan alqışqa erişgan Şinjan Yengnur Biopentexnika Çəklik Şirketi yaqindan yordam bergan. Rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash apitali mayirlarga omad tilaydi. Beyjan Xupan yana birisi aytadiganday qildi-ku. Shuni anglaylik. Xo'p. 大家好，我的名字叫祖利卡尔居莱提，今年26岁，来自新疆乌鲁木齐。Yaxshimsizlar azizlar, mening ismim Zulqar Jurat, 26 yosh, Urumchidan keldim. İpek yo'li sadosi menchi bo'lsa bir kasbiylikni talab qiladigan bir cho'ng sahna. Shunga mush sahnada o'zimning qobiliyatini sinash maqsadida bu yerga yetib keldim. Mening nishonim bo'lsa İpek yo'li sadosida cho'qim natija erishish emas, mush o'zimning qobiliyatini sinash deb o'ylayman.在我的怀里，在你的眼里，那里春风沉醉，那里绿草如茵，月光把爱恋洒满了湖面，两个人的篝火照亮整个夜晚，多少年以后，如云般游走，那变幻的脚步让我们难牵手。这一生一世，有多少你我被吞没在月光入睡的夜里，多想某一天，往日又重现，我们流连忘返在贝加尔湖畔。往事随云走，那纷飞的冰雪容不下那温柔。这一生一世，有多少你我被吞没在月光入睡的夜里。
那纷飞的冰雪容不下那温柔。这一生一世，这世间太少，不够证明融化冰雪的深情。多想某一天，往日又重现，你清澈又神秘，在贝加尔湖畔。你清澈又神秘，像贝加尔湖畔。Ama yaxşıroq bir ish bosqichi tavsiya qilsam. Vay, ta'limli adash dersen. Mana bu Yangi Nur şirketiningki Sertan Alga ish bosqichi. Sen ikkine vaqt kemen ta'limga kelberdin. Sen ishilta adash. Sertan Alga tish bosqichi qatorliq patentliq oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur Biofan Texnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. 这个少数民族歌手，直接用汉语演唱，我觉得他感情各个方面把握的还是挺到位，唱的也不错。Yaxshimisilar ustozlar, mening ismim Zulqar Jurat. Bu yil 26 yosh, Urumchidan keldim. Urumchi nereden geldin lan? Urumchi shahardan keldim. Hozir maktabdan keldingmi yo ish o'rnidan keldingmi? Ishlayapman hozir. Hozir o'zim bir naqshchi o'qituvchi. Maktabdami? Maktabda. Muallimga mana O'zing maktab ochdingmi yo bu maktabda? Kursda amdiliqi san'at jihatliqi imtihon beradigan bolalar. Yaxshi. Bu tabriklashga tegishli ishga. To'g'ri. Bu muallim üzgün bir muallim topaydı kaptı. 3 muallim. Hazır biz sen şu orunduk aylandığın muallimlarına bizge berdiğin bahasını alap bakayla. Buldu. Bu naqshini yaman chiroyliq hissiyat bilan men talab qilgandim, sal ortiqroq qilib pek yaxshi aytding. Rahmat. Maqtasammi, endi shu yana desam yana shu. Hammamiz ta'sirlandik, sal turib qolgan muallimlarmi? Qolgan maqtashlarni deydi. Meningcha bo'lsa, sen qolgan maqtashlarni anglab o'tgandan keyin darhol kelsang biz keyingi qadamlarni billa mangillimiki deyman. Boshqa muallimlarning gapini anglab boqay. Doğru dedim. Bu muallim bo'lg'achqa qanday javob berishni bildik. Manga boshlanish chiqqan ovozdan bu nafas bilan shingdaydan chiqqan ovozning uchirishidan kelayotgan bek pokiz ovozchi, cho'qim o'qigan ovoz ilmidan tarbiya ko'rgan bir yigit o'xshaydi deb darhol burilsam rost bultu o'qish bitgan Zulqar. Mana bizning Aygul muallimning o'quvchisi. O'zi mana o'zimda opera maharati kasb bo'yicha o'qiganda Aygul muallimning birdan-bir o'quvchisi. Unda degan bilan-chi o'qish bitirib bo'pti. Shunday bo'lsa-mi? Deyman-a. Aygulning gapini anlamadik. Shunga Zulqar oxirgi g'albilik ijro bizga xotirjamlik tuyg'usi berdingiz. Shunga men sizni mushu bugungi yaxshi ijroringiz bilan va bak yuqori safoliq ijroringiz bilan men sizni chin qalbimdan tabriklayman. Mening gruppamga kelsangiz men qarshi olaman. Qarshi olaman. Bitmeyme. Zulqar haqiqatan bir yaxshi naqshchi. Mush o'qish jarayonida uning Zulqarning ovozi nangoyin emas. Nangoyin emas, tisi nangov. Shunchalik yaxshi o'qish bitgan.
o'qish jarayonida shundoq chiroyli asarlarni aytadi, hissiyotim shunchalik mo'l, texnikalarni bek yaxshi egallagachga, o'zining tutgan yo'li asosan boshdan oyoq tutgan yo'li shu estrada jihatdan o'zimni yaxshi ko'rib, to'xtamay menga asarlarni avatib turadi, lekin biz darsda yana shu texnikani yaxshi egallayli, ilmiy usulda naqsh aytayli deb shu nafas hal qilish, ovoz hal qilish, har aytish bo'shliqlarni hal qilish bilan mashg'ul bo'ldik. Ham jiq asarlar bilan uchrashdi Zulqarmi. Shuning hozir o'qituvchilikni shundoq yaxshi olib ketyotidi. Chunki bir yaxshi puxta bo'lgan asos bilim bo'lg'achqa o'qituvchilikning o'disini shunday yaxshi chiqyotidi. Bugungi naqshini bu aytgan vaqtingizda bizni xuddi o'sha Bejarxo'ga opag'andek shu ko'lninki go'zalligini his qildirdingiz. Endi bu naqshni Lijan apandi o'zi ijod qilgan, o'zi o'rinlagan, tekstidan tortib muzikasigacha o'zi yozgan. O'zim shunchaki yaxshi o'rinlagan. Sizmi o'zingizning ta'm bilan, o'zingizning xosligingiz bilan shunda chiroyli o'rinlab berdingiz. Endi mening guruhimga kelsangiz, ukam, biz yana shu estradni jihatdan shu shenday Liuxin Changfa jihatdan yana texim jiq ishlarni qilamiz. Qilalaymiz. Rahmat malim. Zulqar enim, meningki aylanmasligimning bir qisman sabablari bor. Ammo aylanmaganligim naqshining yarmaganligini derak bermayman. Shundoq yaxshi aytdingiz, bak yaradi menga. Rahmat. Zulqar yaxshi aytdi. Haqiqatan yaxshi chiqdi bu naqsh. Qandaroq bo'ldi bugungi ahvol? Mening o'ylaganimdan yaxshi chiqdi deb o'ylayman. To'g'ri. Mana shundoq o'zining aytqanini e'tirof qilish kerak-ku. Anda Zulqar, sen hamda muallimlar haqiqatan bu ikki muallimga opirin, bular Aygul muallim o'quvchisi ekansa, yaxshi maktabda yaxshi o'qibsa, o'zingmi yaxshi tirishibsa, ham o'zingmi yaxshi izlanibsa, ukam. Sana hozir asar bo'lish kerak-ku. Bir naqshchi hamda bir naqshchi bo'lish uchun o'ziga xos daqqiq asar bo'lish kerak. Sendek bir yaxshi naqshchi agar shu sana o'lchab ishlangan degandek shu o'zingga xos yaxshi asar, yaxshi nima bo'lmasa, sen fanchangchi bo'lib bitib ketsan-ku. Shunga meniki kel. Ha, demak to'g'ri aytdi. Sen tushunib olding-ku ne vaqtini. Ashta da'vatdi. Bu bola o'zi ohang ishlaydigan manda ish vaqir. Shundami? To'g'ri. Ashunda bir yer bor. Shu ohangni uni kendim azroq ish bor-ku. Texnikada payza qilish uchun. Texim tirishma. Yana bir ishlar bor. Uni sen tushunding-ku? Mavlaning demakchi o'g'ni ohang ishlangandan keyin yana uni muzikalashtirish ishlari bor. U mening qo'limda demakchi. Muzikalashtirib bo'lgandan keyin yana bir mo'j ishlar bor. Ammo shu shunda da. Endi mening qo'limda demakchimi emas? Men shu ishlarni qilaman. Agar xohlasang bizni izlanib, texmi payza qilish uchun agar bizni tirishib baqsaq bo'ldi. Xohlasang. Shuma? Endi o'shunda qalqi maqsad nima desang, sana yaxshi baho berib, o'ziga ep qilib bo'lsa, yana jiraqroq yerlik bosaq deydi. Uni sen tushunsan ma'lum. Unda bo'lsa Zulqar muallim oxirgi tanlash fursatini sana berdik. 10 sekund o'ylanib olib, kep e'lon qilib o'tdi. Illiq uyga isil bezak, oltin uzukka yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni Dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan Dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir pasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi Dilkar menga yoqqandek, Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. O'zgacha ta'm, isil xuruj, tanlangan ham material,
Mehminimiz üzülmedi. Dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa. Avamdan sizga rahmat. Tetit qo'la sarkisi bakchi. Dasturxonning zinnati bakchi. Şinjan Yaqin Xalqaro savdo cheklek shirkatidan yangi sovg'at bakchi. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanni sundab tizlikda qaytib, qani ishim mehmonlar desem, qola bulam shundaq bular. Deb qolab hashab o'chganda. Yig'izni açsınız da mukafat chiqadi. Tartiq kola. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elinğan Tianshan soğuk su algısıdan işlengen patent huquqiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her birinlağı tavsiye qilman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Mening bir orzuyum bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yeb keldik? Dulkan Nobeyji. Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiz shu huzur. Kunda bir tal yeysiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Uchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi barg'ancha yashirsiz. Dilkan Nobeyji. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıqımga medet. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziga o'rganishdagi eng unumli detal. 200 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Qiyofatimning yiqimliq bo'lishi uchun ortiq tashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning eltisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salobat bo'lish kerak. Salobat davrga mos kelgan bo'lish kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidio bo'lish kerak. Pavidio erlar yurishdiki. Pavidio. Yipek Yolu Sadası programmasının qabil yetekçisi, Şinjan San'at Şöyyeni'nin o'qituvchisi Oygul G'olam muallim naqshig'i shayda ovoz ilmidan sistemlik tarbiyalanishni istagan san'at suyar kursatlarga tarbiyalash kursi ochdi. Dars 11 ayning 1-kunidan boshlanadi. Qiziquvchilar vaqtni ching tutqaysizlar. Sertan algıç pastası qatarlıq patentlik oliy mahsulotlari bilan olqishga erishgan Şinjan Yangi Nur biopantexnika cheklek shirkati mayirlarga omad tilaydi. Oygul ustozni talayman. Naqshingizdagi melodiyaga ergashdik. Ovozingizdagi sehrga mahliyo bo'ldik. Oygul ustozning Yashin gruppasini tanlaganligingizdan rozi bo'ldik. Sizden yana zo'r umidlarni kutamiz. Zulqar Bejar Xupan degan bu naqshini o'zininki tekstlarining mazmuniga cho'kib turib, shoirning demoqchi bo'lgan ham ijodiyotchining maqsadiga yaqinlashtirib turib, shundoq yaxshi o'rinlab berdi. Hammamiz ta'sirlandik, ham hayajonlandik. Zulqarninki bundan keyingi san'at hayotiga zo'r utuqlarni tilayman. Mushu naqshlarning ichidan Esinlarim ota-onam degan naqshini bir anglab boqaylik. 大家好，我叫在米日阿布里米提。Yaxshimsizlar, mening ismim Zamira Ablimit, yurtim Turpan. Mening eng cho'ng qiziqishim bo'lsa naqsha aytish. Bu qitimqi Yipek Yo'l Sadasi programmasi qatnashdagi maqsadim bo'lsa, o'zimning o'rgangan bilimlarimni joriy qildirish ham ustozlardan ta'lim tarbiya qabul qilish maqsadida keldim.
desem oydek isin Fakir dadam boydek isin Ana desem oydek isin Fakir dadam boydek isin Alem gıcı Dünya yığmay Dünya söydi Hısletdin Alem gıcı Var atamın Ay orgı Biliyordur bizler okey Can diyen nişan, can diyen nişan Can anamның bir tolqi Can diyen nişan, can diyen nişan Can anamның bir tolqi Ata anam bek bu isil Isılla diyen halar Bergenç işen söygü Aqil çin muradim bular hasil Bergenç işen söygü Aqil çin muradim bular hasil Anam aydek güzel tursa Atam künge misal tursa Anam aydek güzel tursa Atam künge misal tursa Kızıl güldek içilmem diye Ula bekti beri kursa Kızıl güldek içilmem dim Ula bekti beri kursa Yürgüm ata anam İzlerim ata anam Bolgada? Qo'llichan yo'q, kech uyqu yo'q, qanday qilishimni uqmadim adash. Quvvatlaydigan bir amal topsam bo'ldi. Qarasang, bunda bir ichimlik olib keldim. Ma bu badamning ishga, ma bu yong'oqning ishga, bu ishkilisi yashin, quvvat ichimliklar ekan. Mushni bir ichib ko'rib boqamsa? Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik chekli shirkati mayirlarga omad tilaydi. 这首歌唱得非常好，他这个唱的这个声音啊非常好，非常甜啊，对。 Yaxshimizlar ustozlar, mening ismim Zamira Abduhamed, yurtim Turpan. Musiqa ma'rif kasbida o'qiyman. Hozir nechinchi yillikda Zamira? 2-yillik ham chiqaman. Ha, 1-yillik tugdamdi.
Chiroyli aytdingiz Juma Zamira shuni. Rahmat. Mashu Sanubaradingizga shundoq bir amroq ekansiz a. Bak yaxshi aytdingiz, shu Sanubarninki o'zi shu o'zininki asli uslubi asli ovoz tusini, insasini nihoyat yaxshi muvaffaq qilib o'tibsiz. Uning ustiga Sanubarning naqshlarida jiq musiqalar chelinmaydi davomli. Asosan milliy musiqalarni asos qilib naqshini nihoyat aniq anglag'ili bo'ladi. Tankashning bakmi jiq kuchi ovozga yordam qilgan yeri yo'q. Shunda avvalosida naqshchi intayin bak diqqat qilib aytmasa asalla uşaq agitmalar jiq bo'lgandiki, uning naqshlarini asalla bilinib qoladi qiyib ketgan yerlari. Menimcha mushu Zamira bugun nihoyat yaxshi aytdi. Shu pokiz muzikani eshitdim, yolg'iz ovozdan anglab kelyapmiz. Asosiy jihatdan qoymidi. Nihoyat nozik bu Sanubarning naqshlari. Shunga men sizni nihoyat bir yaxshi aytdi mushu naqshni deb shunday ta'riflayman ham mushu naqshingiz bilan tabriklayman. Siz yaxshi aytdingiz buni. Biroq ma'lumlarning o'zining bir o'y xiyollar bo'lishi mumkin. Biz uning nihoyat to'g'ri ko'z qarashda bo'lmasak bo'lmaydi. Siz Sanubar adingizning naqshlaridan boshqa naqshlarni aytib baqqanmi? Aytib baqqan. Masalan, sizning naqshingizni. Bek ummaq qizga bu. Esingizda bormi bir ikki misra? Bor. Unda bo'lsa hozir o'ylab olib, bir ikki misra boshqa naqshni aytib bering. Kel qadirdan qo'lingni ber, qalbimni beray. Hayat shirin muhabbatdan mehrimni beray. Tik yaşığın ne seven var ayda quyoshda. Dil beg'inga hararetin qaddimni beray. Nima degan chiroyli ovozlar bu? Bo'yingiz tiq chiroyli ekan, o'zingiz tiq chiroyli ekan, siz ovozingiz ham chiroyli ekan mana. Istiqboli bor ovoz. Yetaklash kerak, muhtoj-da, yetaklashga muhtoj. İçilidi texi kuch paydo bo'ladi bu qizning ovoziga. Siz mayuslanib ketmaydigansiz buninglik bilan. Yo'q. Sizga bir fursat bo'lsa, siz qancha xush bo'lib ketasiz a? Bir xush bo'lib ketaman. Rol turdi, yig'layib turgandek turdi, cho'y ishti bo'lmasa. Mushiga poz kutib turganda bular kutib. Mana Oygullardan ashna deydi baribir. Buni men o'zim davolay deyapman. Sizga bir fursat beramiz. Men iltimos qilma, mushu İpek Yo'li Sadosi programmasidagi rahbarlarga mush qizga bir fursat beraylik deb iltimos qilaman. Shuning bilan agar tasdiqlanib qolsa, men oldida buni belgilab o'tmay, keyin u iltimos tasdiqlansa sizga xabar qiladi. Anan keyindan kelar qatimda lekin siz mushu 4 muallimning guruhiga kirgan har bir guruhda 16 dan bola bo'ldi. Shu bolaning ichida qaysi guruhning qaysi bolasi bilan ish qilib bir qatim naqsh yetishsiz. Şu çağda siz yengivasınız, mesela Ayşegül muallimning bolasi bilan tushib qolgan bo'lsangiz, siz yengivasınız, Ayşegül sizni olib qoladi, abal ketadi. Bo'ladi. Ashunga siz ideyaga tayyorlik qiling. Davosi biz sizga bir qatim fursat beraylik. Rahmat. Bek yaxshi tayyorlik qilmoqchiman. Keyin ko'rishni xohlaymiz. Güzel ovozunuz hem güzel hüsnünüzge şeyda bo'lgan edi. Gerçi ustozlar o'rinliq aylandıra olmagan bo'lsa-mu, Abdullah Abdurim ustozning sizni o'z guruhiga tanlaganligidan xush bo'ldik. Video guruhisidagi sarxillar qatoridan o'rin olganligingiz bilan sizni qizg'in tabriklaymiz. O'zgacha tam. Isil xuruj. Tanlangan ham material. Mehminimiz üzülmedi. Dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa. Avomdan sizga rahmat. Tetit qo'la sargisi bakchi. Dasturxonning zinnati bakchi.
Şinjan Ekin Xalqaro Savdo Cheklik şirketidan yangi sovg'at Bagchi. İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orom baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga mu shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir pasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek, dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan tish pastasi Sayram ko'lidan avrishga elingan Tianshan sovuq suv algisidan ishlangan patent huquqiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan sovuq suv algich pastasi. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanni sundab tizlikda qaytib, qani işin mehmonla desem, kola bulam şundaq bular. Dep bo'lib hashab o'tishganda. Yig'izni açsınız da bu kapat çıkıdı. Tartık kola. Ajoyib. Pakiz tuyg'u. Pakiz sevgiga intizorman. Tabiat menga pakiz hissiyat ato qiladi. Suv bor joyda pakizlik bor. Tabiatdan kelgan yashin mineral suyi. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziga o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Taşqın yürüşlük sağlamlık mahsulotları ve tartuq yürüşlük kolaları mayırlarımızga omad tilaydi. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Payvideo Savdo Cheklik shirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika shirkati izdash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi. Üçüncü darajalik mukofotga erishgan mayirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi.
4-nji derejlik mukopatga erishgan mahirimizde Beijing Tashqin Xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Albatta 5-nji bo'lgan mahirimizga mukofot buyumlarimiz bor. U bo'lsa-mu 5-nji derejlik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yingnur Biofan Texnika chekli şirkati 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiblaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishmo ergiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Tanmayman. 大家好，我叫麦麦迪江，来自阿克苏阿瓦迪县。Yaxshimsizlar? Men Mehmetcan Mejit bo'lman. Bu yil 36 yoshga kirdim. Yurtim Aqsu Avatdan. O'qigan kasbim bo'lsa tibbiy dorigarlik. Hozir qilayotgan kasbim shu doktorxonada ishlayman. Ishdan sirtqi shu muzika akkordlashtirish, ijodiyat qilish, shu ishlar bilan shug'ullanyapman. O'zimning vakil xarakterlik ijodiyatlarimdan yetolmadim atamga deymizki, Naqshimizning hurmatli ustozimiz Abdulloh Abdurim efendim ijrosida xalqlarga ko'rishdi. Birinchi qarorda qatnashishga kelib 10 kun ruxsati fursat yetishmay, vaqt yetishmay qatnashamay qaytib ketgan. Bu qatimda fursat kelib qilib hamda rahbarlikni to'g'ri o'rlashtirish bilan bu qatimqi Paridio Ipak yo'li sadosi programmasiga qatnash sharafiga muyassar bo'ldim. Geceleri çaknap turgan yıldızım, can cananım azizim. Dil törümni yurutkan sen, köz nurum tallap suygan hamuzam. Dil törümni yurutkan sen, köz nurum tallap suygan hamuzam. Pak suygumdu hayatımның mənisi, her köyümde küyleymen. Çimelledin tallap düzgen yalğızım, qarab sana kanmayman. Hiç birisiga yar bolmagan bu könglim, başka birisini söymesmen. Sen fakatla hayatımның mənisi, hergiz senden tanmayman. Sana kanmayman. Hiç birisiga yar bolmagan bu könglim,
Başka birisini söymesmen Göz karçuğum yürgümün Parisi Hergiz senden tanmayman Hergiz senden canmayman Şu kolam iki potlik tartık kolaları battı kim bile için okumay turup kettim qara. İşte ikimiz birleşeylik. Naqlı ketdim. Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Taşqın Yürüşlük Sağlamlıq Məsulatları və Tartuq Yürüşlük Kolaları mayırlarımızga omad tilaydi. 这首歌唱得好，感染力很强。各种风格上，他放开了，他的那感情都好像都结合到一个点子上了。 Yaxshimsizlar ustozlar, men Mehmetcan Mujit bo'laman. Bu yil 36 yoshga kirdim. Yurtim Aqsu Avatdan bo'ldi. Tibbiy dorigarlik o'qigan, hozir shu doktorxonada xizmat qilyapman. Ishdan sirt oz to'la shu muzika chalib, naqsha aytib, shu orzu havaslarimizni qondirib deganda. Mana. Bu Mehmetcan bu naqshini bek umda etishning sababini mi deb berasizlarga? Bu bola o'zi ijod qildi shunday naqshlarni. Onun kendinden o'zi chaladi, ochiq kelganda, ochiq kelmasa o'zi chalmaydi. Ochiqi sal tastroq keldi buni. Vaqti chiqmagandan keyin ahangni ishlab asos jihatdan bundaq. Shu o'zingning ijodiyatimi? Ha, o'zimning ijodiyati. Ana keyin nima chalg'ilashtirishni o'zing qilganmi? O'zim chalgan. Katta. Boshqalar chalsa, buning naqshisini tiximi dashat o'z davmat deyman-ku, dur qilma deb bu doktorxona. Ma chaldigan toza jiq vaqt chiqmaydi. Endi Mehmetcanning nurg'un naqshlari bor yana. Boshqalarga bergan. Boshqa bolalar aytib, mana bu shunda xarakter shunda naqshlar anglansa bir yerlarda Mehmetcanning nima deb tutib baqsang, shu chiqadi yo bo'lmasa chiqmaydi. Sizning aytganlaringizni bormi aka? Men buning naqshdan bir muvaffaqiyatli chiqqani mushu yetalmadim otamga degan naqshi. Mushu yigitning ohangi ishqora. Bir bila bastım. Men Mehmetcan. Siz televizorda ko'ryapsiz qo'y naq maydonini. Men siz uchun yana o'rindiqdan pastga tushiman. Vay, meni degan katta in'om edi. Bu Mehmetcanni mening hozirgacha fashion qilmay, bilmay yurib qolganim bir afsuslik ish ekan. Bu ajoyib ish. Mening akam bo'lgan, ustozim bo'lgan Abdulla Abdurahim biladi ekan sizni. Men rost o'qimaydi ekanman. Abdulla akam deb bermabdi. Qilayli Mehmetcan. Siz Aqsu Avatdan ekansiz. Aqsu Avat bizniki Abdumrayliq madaniyat sayohat nazordiniki güleş o'rni. Bildi. Bilsiz a? Biz tuqqan yo'qlash munosabati bilan Aqsu Avatga ko'p boramiz. Men bo'lsam sizni izday. Siz bu yoqqa kelsangiz meni izlang. Mushundaq bir mangulik, bir uqudachilik, bir mehr-muhabbat, mushundaq ustoz shogirdlik, bir do'stlik, bir mehr-muhabbat, o'zaro o'rganish bir mehr-muhabbatini biz bu yerda turg'izaylik. Bayqi naqshingiz o'zingizningmi? O'zimning. Karomat yaxshi, bek chiroyli ishlabsiz. Aningdan o'zingizmi shundoq chiroyli aytib o'tdingiz. Ya o aningdimi chiroyli naqshlar bor juma buniki. Amsi biz bek ko'p o'ylanish qilmayli Mehmetcan manada. Ammo aningdan kelganda umidimni faqat yerda qo'ymangsiz. Biz keyingi bosqich, oxirgi bosqichlarda birga shundoq go'zal naqshlaringizni, chiroyli naqshlaringizni birga hamkorlikda mushu sahnada davom etkazish bilan birga bu o'tirimizdagi bu munosabat aloqani biz mangulikka davom etkazaylik. Men sizni mening guruhimni kutaman. Mening guruhim sizni kelishingizni chin dilimizdan qarshi olamiz. Ishkimiz siz uchun uchuq. Rahmat. Abladaqoning gapini anglab bo'ldingmi? Yaxshimisiz? Ye qarab turib ol. Sizningki kasbingiz meditsina ekan-ku. Siz ikki xil kasb bo'yicha doktor ekansiz. Birisi tan jihatdan davolash, ya'ni bir ro'y jihatdan davolash. Muzika ro'y jihatdan shifo beradigan yana bir kasb. Shunga yana birisi
Ben sizin özünüzden uqdim ғой, kasbingizning boshqa o'shalarga meditsina sohasida ekanligini. Lekin men sizni ko'rmasdan ovozingizni ichilishidan bir xil muzikalik ovozi anglab bu qanday naqshchi deb shunday ta'sirlab ketdi. Chunki bir xil o'g'al naqshchining bir xil burdusi var ovozning. Ayşegül muallim, mana bu balla faqat ovoz tarbiyasi deganning nimaligini uqmaydi, lekin naqshi aytishni biladi. Alomat chiroyli. Bu mush balning boyqi ovozini nima ovoz deymiz endi biz? Bo'q ovoz deymiz. Güzel ovoz deymiz. Chiroyli ovoz deymiz. O'xshash güzel ovoz bo'ldi. Güzel ovoz bo'ldi. Yomon chiroyli aytdi. Ben şu ovozingiz va mushu naqshlarni aytishdiki sizga hissiyat emas birlashib meni shunday ta'sirlantirganingiz uchun ajoyib chiroyli. Uni ustiga ozroqmi beka qo'ymay puraqliq naqsh ekan bu. Shu puraqlarni shunday u yoqqa qiyib ketmay, shuni to'g'ri ilib va uning hissiyat jihatdan yana bir taraf qilishga ulgurganingiz o'zi bu sizdagi buyuk bir mahorat ekan. Shunga men naqshingizdan shunday ta'sirlandim. Eng muhimi ovoz bir xil erkekning ovozi bor. Meni o'ziga qaratganim shu, jalb qilgani. Shuningga endi sizga loyiq naqshlar mendan bor va sizni tarbiyalab ketishga tamoman kuchim yetadi. Bayam ishki ustoz bütün tavsiflaringni to'liq qildi. Men desam, yana shu, hamda meningmi o'ylaganim shu, mush ikki ustozning deganlarining kvadrati qara. Andan ras ava bir sen naqsh aytishni bildi ekansan rasmiy. Yaxshi. Ani keyindan ash bek yarashgan bir erkaklik ras baka ovozda. Hamda ablatkam bayam tushgan yana chiqyapti ya, hisobmi ya? Hisob ha? Aka bo'ldi, hisob aka bo'ldi. Ang'ich o'tirib tursan ularniki. Bo'ldi, hisob mishadi kutay. Agar hamda ras ablatkamning tushmiki asan emas. Bo'pti. Yo'q, u bola balkim o'zimi bir narsani his qildi. Aygul muallimning gapidimi? Men nima deyman, ablatkam past tushganki albatta yoshga cho'ng, hurmatga cho'ng. Men boshqa gap qilmayman. Yigitni bir jipakchi bo'lib boshlanib bir qatim bir yoshga cho'ngligim esingizga keldi. Amazda men gapni yig'ib o'tay. Bu nim degan yaxshi ma'lumlar bu. Mana mushunda bir-biriga hurmat, izzat beradigan ma'lumlar bo'lsa, emgak ish faqat zerikishlik tuyulmaydi. Bu ablatning chechima bir kishlik cho'ng sifatga juma balla. Oyda turishini qaranglar. Men xijil qilib qo'ymagandim ham ushkamni. Xijil bo'ldi u. Biz nima xijil qilib qoldingiz? Sen o'tirasan. Bo'ldi, shu tanlash ixtiyorini ushkamni. Sen anda uyurtursan, men baray bo'ldim. Men ablatkamga birla maqatam. Lekin ablatkam endi hadismisin. Maqula. Rahmatjon. Sen silbagan bilan o'zini deydi, taxamma gapni. Ya qog'ini men keltiryapman. Rahmatjon, sen o'zi mushu jiq chaqchaqlar bo'ldi, rost gaplar hammasi, yurakdagi gaplar, lekin chaqchaq aralash demasak, seni ko'nglingga gap ketmasin deb boshqa qilyapmiz. Seni biz yaxshi ko'ramiz, qara. Buni sen bilsa. Aqsuda bu ukimiz bilan biz tanishganligimiz 1-4 yil bo'ldi. O'zining yo'q, 5-6 yil bo'libdi. Hatta 7-8 yıl eser bilen özüne işinden taymay, hiç nimeni yerde koymay, hem işini retlep elip gelivatkan menimce keyin mi yaxşı neticesi çıkıdı. Hazır fırsatını emdi Mehmetcan elimiz birimiz şu bayık fikirlerinin royga asasen sen muallimden birine tanlap e'lon qilsa. Ustozlarimdagi yaxshi bahosiga bergan taklif fikrlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Baxtimizga salomat bo'linglar. Balkim 36 yoshimda menga berilgan, menga kelgan katta bir omad deb qarayman. 5 ustoz bilan yaqin oraliqda ko'rishganim balkim bu menga kelgan bir zo'r omad. Oxirgi qatim mening tanlashim bo'lsa Sizce bu mahirimiz qaysi ustozni tanlaydi?
qiziqsınız, diqqətingiz kelar haftadagi Video Ipek Gülü Sadası programımızda bo'lsin. Hoş avazla seynası, ipek yolu sadası, ipek yolu sadası, sevginin yok cigrası. Hoş avazla seynası, ipek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok cigrası. Hoş avazlar seynası, ipek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok sigrası. Hoş avazlar seynası, ipek yolu sadası. Hoş avaz Gümüş dağlar çok iyisi, nur kaynadı yüreğe. Büyük karvan varisi, aman yeter bileke. Büyük karvan varisi, aman yeter bileke. İpek yolu sadası, sevginin yok cigrası. Hoş avazla seynası, ipek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok cigrası. Hoş avazla seynası, ipek yolu sadası.